Demek masala şartida ikkita DNK bor. Birortasi 560 ta, ikkinchisi esa 308 ta nukleot mavjud. Masala şartida birinchi DNKni puriylarni soni, ya'ni adenin va guaninlar soni. Mana bu adenin guaninni belgilab oldik. Sitozin va guaninlar, ya'ni 2x ta. Biz bu x liglarni mana bu yerda belgilab olganmiz. Shular bo'yicha ketyapti. 0.870 modda ekan. X ga qo'yib ularni bajaradigan bo'lsak, mana bu 2x, 2y, 560 ta bu umumiy DNKdagi nukleotlar. Mana bu 560 ta. Birinchi DNKdagi. Masalan ishlasak, x, y'imiz 160, x'imiz 120 chiqdi. Hop, ikkinchi DNKmiz ham xuddi shunaqa ishlanyapti. Adeninlarning soni, pirimidinlar soni, ya'ni x va y adenin bilan sitozindan 0.6 marta katta ekanda, x ga bajaradigan bo'lsak, y'imiz 160, x'imiz esa 240. X adenin 120 ta bo'lsa, xuddi shunchalik 2x da adenin timin 240 ta bo'ladi. Ikkinchi DNKmizda 240 ta edi, shu 480 ta bo'ladi. Demak, adenin timinlar soni bu yerda 240 ta, bu yerda 480 ta, jami 720 ta. Ikkitasidan ikkita hosil bo'lsa, demak 720 tasi 720 ta vodorod hosil bo'ladi. Ikkinchi DNKda guanlar soni esa, guan sitozinlar soni esa y'da 160 ta chiqqan, 2 ga bo'lib bo'lsam 320 ta. Demak, 320 ta javob.